Qorbobonga ishonmay qolishadi. Karyera va rost hamma yaxshiliklar so'ragan bo'ladi. Germaniyaga viza. Uni qaytib kelishini. Yana nima? Shundan katta baxt yo'q. Yangi yilga Qorbobodan nimani so'ragan bo'lardingiz? Germaniyaga viza. Viza. Germaniyaga borish nima uchun deyapsiz? Yashashga, o'qishga. IELTS 8. 8. Nega 9 emas? 8 ham bo'ladi. 8 ham bo'ladi. 9 desam Qorbobonga ishonmay qolishadi. O'shaning uchun Shu 8 yetarli. 8. O'ylab ko'ryapman. Endi bolaligingizda nimadir olmoqchi bo'lib ololmagan narsangiz bo'lishi mumkin. Bunaqa narsam yo'q, lekin yangilik ololmagan narsam yo'q. O'ylab ko'ring. Tinchlik so'raymiz-da, tamom. Tinchlik so'raymiz. Tinchlik so'raymiz. Uni qaytib kelishini. Nima qaytib kelish? Aha, kim? Eda qoling endi. Yangi yilga Qorbobodan nimani so'ragan bo'lardingiz? Tinchlik. Tinchlikni. Birinchi o'rinda sihat salomatlik, sog'lik, keyin hamma narsaning rivojini bersin, karyera va rost hamma yaxshiliklar so'ragan bo'ladi. Qorbobodan so'ramagan bo'lardim, Alloh taolodan, Xudodan so'ragan bo'lardim, misol uchun. Farzandlarimiz faqat baxtini, sog'ligini, opa-ukalarini, hammani tinchligini, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin tinchligiga. Yana nima? Shundan katta baxt yo'q. Nega yoqolmasa, obyo'mas qo'ri bo'lasa, rohatar qo'rqasa, 200 qir bizni. Молодец. Nima berishini xohlardingiz shu sharoit berganingizga, Qorbobozga? O'yinchoq. Qanaqa o'yinchoq? Barbimi? Kattasi. Rahmat kattakon javobingiz uchun.